gruppadoshlar. Hurmatli gruppadoshlar. Boksçimiz Üstü Düğünüm. Üstü Düğünüm mi? Mana Ziyod bu. Mana sotapti. Ziyod bu odam o'zimizdan ko'p olgan ho'kizlar. Hozir ko'tarilmi yo o'sha narx mali? 22 beradi. Kamida pochtaga keldik 500 ming qo'shdi. 22,5 million bo'ldi mana shu hozir. Shu baraka topshin shu. Otobus so'ralmadi. Hay, hamma baqiradi. Baraka. So'ytib borodan ben bir Bu narx qilindimi yo'qmi ki? O'sha boyanikimi? 35 mi? 35 kami? 31 milyon qilinibdi. 31 ga yo'q. 31 milyonga yo'q mana shu. Agar sotildi bu? Mayli. Oldingizmi? Ha? Nasib qilsin. Nech pul oldingiz? 13 ya. 13,5 ketdi. Mana bu oldilar. 13,5 millionga. Mana Vadud akani tanachasini mana shu bu oldilar. Vadud aka, nech pul? 13,5. 13,5 ha? Mana 13,5 millionga sotildi. Video qilasiz bu boshqa. Rahmatlar bu modanga qarang. Mana uni keldi. Meni qo'limda video qilasiz. Ot minganniki mana seni qo'lingga turibdi bu. 13,5 millionga mana shu tanachamiz sotildi. Mana shu tanachamiz 13,5 million ketdi. Mana bu oldilar. Bu odam borini gapiradi. Menga ishonsangiz bu odamga ishoning. Tushundingizmi? Mol qilsangiz ham bo'ladi. Tushundingizmi bu? Bozoringizni bersa ikkalangiz ham. Sog' bo'linglar, charchamaylar. Tanachalarimiz kelgan. Berga chiroyli g'olonjinchamiz kelibdi. Mamad do'stimdanmi deydi. Mamad sanikimi? Qochgan. Mamad do'stimdan. Do'stim, nech pul so'rayapti meni? 45? Ha? 25? So'rayaptimi? 25 so'rayotgan ekan. Chalarim. Ona bola sigirimiz ham ketdi mana shu yerga. Ona bolam bu? Ona bola. Mana bu ham keldi mana. Cho'shka bor ekan. Shogird buni sotdingmi, oldingmi? Sotaman. Necha so'rayapti? Olmuş diyorum bana 40 milyon kilo. Mana bu sanikimi? Ha? 40 milyon so'rayotgan ekan, 60 egasi so'rayapti. Balasi erkak ekan. Kelaverasizlar. Mana shogirdniki ekan.